Ha şey girdim. Neçə mərtə tartılasan qani? Oldu mu şu? Assalamu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa yana bugun Qozonda ish boshlaganmiz. İşimiz Karvakda. Joyimiz konvert bo'ladi, xudo xolasa. Shuni aytib, ajoyib aytib, konvert etib ishlab beramiz. Joyimiz razmerine kelsak, bo'yina 20 metr bo'ladi. Enine 18 metr. Shunday holatda yana bugun ertalab ish boshladik. Shu holatdan ishladik. Ajoyib aytib, ishsam bugun yaxshi bo'ldi. Albatta issada bir zaman dam olish ham etdik. Strapilamıza kelsak, strapilamızdan şurada ko'rsatib beramiz. Strapilamiz 11,5. Başti 12 desek ham bo'ladi. 11,5. Berini 3,2 chiqadi yana. Toshni 3,2. 3,2 chiqib turibdi. 32lik sasna material. Yağaçımız 10'luk bo'ladi. Pastapkaligimizga kelsak, stoykan teyinda turadigan pastapkamiz 15lik, qalingina bilan 32lik bo'ladi. Stoykaligimiz, pragonligimiz 10'luk bo'ldi. Sababi 10'luk bo'lishina pragondan pragon arası 2,20 kaldı. Bu da yani dım moshni bo'ladi, yana bu ham 2,20. O'sha joyimizda 7 qator pragon bo'ladi. Shuni hisobini bize qalin tushgan hisobini 10'lukda ishlab turibmiz yani. O'sha ishi o'ra bilan bu o'rani o'rtasi 2,20 chiqib turibdi. Biz aslında 3 metrdan qo'yadik. Bu joyimizda yana strapilamiz shunchalik chiqib qoldi yana. Başti 60 cm mi 50 cm. O'sha bu yana o'tadi bu yandan keyin. Shuni hisobini o'ta moshni bo'ldi. Xudo xolasa ajoyib etib, chiroyli etib, konvert shaklida ishlab beramiz. Bu joyimiz Cherepitsa bo'ladi ekan. Xudo xolasa barcha xizmatini ichida ishlab beryotirmiz buni. Yurtlarimiz yana ajoyib holatda ishlarimiz yetib turibdi. Bizlarni kuzatib boringlar. Xudo xolasa video davomida shu har kun qo'yib boraveramiz. Like bosib, like deymiz, obuna bo'lib, podpishka etib tursangizlar chiqarib boraveramiz xudo xolasa. Yani. Şey ertem syomka boshlab berdi.